dorilikka boqishadi tuxumini. Ha. Tuxum uchun boqishadi va parhez taomga boqishadi. Uchinchisi manzaraga ham boqishadi asosan. Chiroyli bo'lar ekanda o'zi. Ular tug'yaptimi? Tug'yapti. Tuxumni nariga qo'yib qo'ydim. Ha, olib qo'ydim. Hozir men qayerdadir tuxumini ko'rdim-da. Endi tashqaridan bitta ushab oldingiz qopqon qo'yib. Bular oldiga kirsangiz, bularni ham yo'ldan uradi, ayni taqdir. Hammasini yo'ldan uradi. Tashqaridan informatsiya olib kelganda, bolalar davay sho'qni urishamiz bolalarni. Tashqarida neto ma'lumotlar olib kelib bularni yozib qo'yadi. Kim bilan urishadi? Iloji boricha u tashqarida ham qo'shmaslik kerak. Buni tuxumi Sahrga dori. saharga dori. Sahrga keyin parhez taom, undan tashqari ko'p kasallik dori. Ichib qo'ysa ham bo'laveradi teshib. Lekin Qo'michi ichsa ham bo'laveradi. ChatGPTga farzand tuxumi kaloriyasi yozsa, kommentariyada yozib ketinglar. Yana qanaqa kasalliklarga dori. Men ham ko'p eshitganman. Nafaqat sahrga, balki yana boshqa biz bilmagan narsalari bordi. Hammaga assalomu alaykum. Chorvador Rus kanalining ashaddiy obunachilari va hamyurtlar. Bugungi videomizda Xudo xolasa farzand biznesi, farzandni qanday yetishtirish, nimalar berib boqish va shu darajaga yetib kelguncha qanaqa mehnatlari bor. Bugungi videomizda sizlarga ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Yakka tutamiz. Xudo xolasa ukamiz bilan ma'lumotlarni berib go'zalligini qarang. Bu achkisi nimaligini ham tushuntirib o'tib ketamiz. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab, bizni kuzatishda davom etinglar. Ukamizdan anaqa nima berilyapti ma'lumotlar. Hozir mana endi biz birda ikkida bunaqa qilib ushlab yurmaganmiz. Bu qanaqa qilib bunday qilib qo'chqor olganda bunday qilib ko'rsatib beradi. Qo'chqor ham mol olsa bunday qilib ko'rsatib beradi. Bu parranda endi to'q sifat nima-ku endi uni ma'lumotini hozir ukamizdan olamiz. To'qqa o'xshab chiqarar ekan. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, xush kelibsiz. Farzand. Farzand qushi. Farzand qushi yovvoyi qush bu. Ha, bu tusto'g' ham deyiladi. Tusto'g' ham deyiladi. Tangam quyidi kinoda ko'rganmiz. Xuddi shu qush bo'ladi. U tangam chares anaqalar. Chares, xuddi o'sha quvga mana shu qush bo'ladi. Ha. Endi bu haqida biroz to'xtalsak. Buni ham olib kelganimizga qancha bo'ldi? 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yildan beri shug'ullanyapsiz. 5-6 Necha dona mana shu hozir? 100 dan yonib yerda bor. Albatta 100 ta chiqmaydi. 100 dan oz. Ha, boshqa kattalar Boshqa ham bor. Umumiy olgan, ha. Eng kattalar ha bular. Bular kattalar, bular erkak, qizillar erkak, kulranglar urg'ochilari. Ha, o'shundan farqi bo'lar ekan. To'g'di, razmeridaqa bo'lar ekanda. To'q usmon oilasiga kiradi. Nima yeydi bular? Bular kahli yegan, o'sha tuz qo'shilmagan don yeydi. Ha. Bunga kahlidan farqli ravishda katay bo'y baland bo'lish kerak. Ha, ularga ham chiqish bor. Bo'y baland, 5 metrgacha, 2,5 metrlik bunga mumkin emas. 2 metrdan baland bo'lish kerak. 10 metr bo'lgan mashina uzunasi hozir? Bor, chiqadi. 10 metrga 4 dan 5 ekan ham deylik. Shunaqa bo'yi ham endi shunaqa bir 3,5 4. Bu yerga kahli farzand doni shtuk ko'p, soni ko'p. Mana shu joyga nisbatan ko'p. Ha. Joydan ko'rsatingda keyincha buni kengaytiramiz. Buni boqishga qiziqqanlar iloji boricha kattaroq katay, sonini ozroq qilish kerak. Bu o'ta bu qushni dorilikka boqishadi tuxumini. Tuxum uchun boqishadi va parhez taomga boqishadi. Uchinchisi manzaraga ham boqishadi asosan. Chiroyli bo'lar ekanda o'zi. Ular tug'yaptimi? Tug'yapti. Tuxumni nariga qo'yib qo'ydim. Ha, olib qo'ydim. Hozir men qayerdadir tuxumini ko'rdim-da. Endi Hoji aka qo'qib yuboryapsiz shekilli biz. Hoji aka buni tashqaridan hozir dalalardan paydo bo'lib qoldi. Bitta ko'rinib qoldi. Daladagilardan ko'ra bu semiz. Chunki bu sababi bu alohida bular inkubator. Inkubatorda ochilgan. Xonakilashtirilgan. Buni 3 avlodi inkubatorda tuxumi inkubator bo'lib 3-avlod. Ancha xonakilashtirilgan. Tabiiydan ko'ra o'zi xonakilashtirib bo'ldi-da endi. Tashqaridagilar doim stressda yuradi. Tulki, bo'ri, chevo'ri, ilondan stressda yurganligi uchun ular ariq bo'ladi. Uchishga qulay uchun ular yog' olmaydi. Hozir ushlaganimdan o'zi og'irroq. Bular
yegan oldi, yemagani ketdi. Ha. Vitaminlar vaqtida beriladi. Vaqtda qarovi bor. Bular iloj boricha o'tgan safar videoda aytganimizdek, poyezd yo'lidan uzoqroqda bo'lishi kerak. Ha. Aeroportdan uzoqda bo'lishi kerak. Stres bo'lmasligi kerak. Stres bo'lmasligi kerak. Ha. Bular kuzda yog' oladi, qishga kirib ketishda. Ha, semiradi. Tashqaridalar xo'rqib uchgani uchun patini xo'rqayi uchun semiz ko'rinadi. O'zi tashqaridalar ariq bo'ladi. Bunga nisbatan ariq bo'ladi. Endi tashqaridan bitta ushab oldingiz, qopqon qo'yib. Bular oldiga kirsangiz, bular ham yo'ldan uradi, ayntadi. Hammasini yo'ldan uradi. Tashqarida informatsiya olib kelganda, bolalar davay sho'qni urishamiz bolalarni. Tashqarida neto ma'lumotlar olib bularni yozib qo'yadi. Kim bular urishadi? Iloji boricha u tashqarida ham qo'shmaslik kerak. Qo'shmaslik. Tashqari ushalsa, bu tashqarida sho'rvan qilib yo'qotib yuborish kerak. Bu o'zimizni tilda tustoq deylar. Tustoq, fazan, tustoq aytiladi. Bular odamdan qo'rqyapti. Hali siz o'zingiz yakka kirib bir kishi qaraydi shekilli-da. O'sha odam tanlaydi. Kirib olganimizga kim boqish instrumentlaridan biri. Bunda to'q qismon oilasi bo'lganligi uchun turpoq ham qo'yish kerak. Ha, turpoq? Ha, kaklikka o'xshab ham o'zini turpoqlashdi mana. Turpoqlanib turadi. Patlar, to'qqa o'xshab hali boqiladi. Chatishadi, bunday qilib, shunaqa qiladigan-da bu. Bu karam oddiy. Oddiy o'sha ko'k karam. Bil karamlar arzon bo'lyapti, boqish ham arzonlashdi, xudo xolasa. Aka, arzon bo'lsa ham olsa berish kerak. Ha. 50 ming bo'lsa ham olib beraman-da. Ha, to'g'ri. Endi ko'k beda bergan yaxshi. Ko'k beda yeydi. Ko'k o'tlar yo'rarganda. Yo'q. Ko'k o'tlar emas. Beda yeydi bular. Asobiy beda. Asobiy beda. Har xil o'tlar olib kelib berib bo'lmaydi. Shuni. Mana suv nimaga? Bu suv cho'milgani. Bular ham kun isigan paytda chiqib suvga yotib, oyoqlarini ho'llab yuradi. O'zi mana shunday qo'yib qo'yasiz, kelib yotib turib ketaveradi. Bunga katta hoz qilish shart emas. Shu 10 litrlik bakalashkani o'rtasidan bo'lib qo'yish yetarli, kifoya qiladi. Chunki oyog'i ko'msa bo'ldi. Hozir aka bu yerga tizza bo'ylab basseyn qilib qo'ysak bo'ladi. Bo'ladi unda. Bitta tushib chiqqandan chiqolmay qoladi. Nam bo'lgandan keyin chiqolmay qoladi. Shuning uchun kichkina 10 litrlik bakalashkani yorib qo'yilgan ma'qul. Mana o'ni tumshug'ining ustida nimalari turibdi? Achki. Achkisi. Buni sababi tuxum ekib o'tiramiz. Buni sababi bular hechnik urush qoq jonivor. Bu achki bilan urush bu achki orqali suv ichaveradi. Bosaveradi urg'otsini, doni yoradi. Lekin erkak to'rganda buni ko'rmaslik uchun urushmaydi. Urushni orqasiga qarab turib urish kerak-da. Yonmachasi. Mana tuxumi. Ich qilayenda tuxumi. Mana issiq ekan, hozir tug'ib tushagan. O'na qilib orqalariga shu bekitib qo'yganingiz, bekinib tug'arganda. Necha yillik bular hozir? Bular 1 yosh. 1 yashar. 1 yosh ham 2 yoshligi ham bor. Endi hali ma'lumot. Xidan bilsa bular. Ma'lumot o'rnida nima? Buni tuxumi sahrga dori. Sahrga dori. Sahrga keyin parhez tom, undan tashqari ko'p kasallik dori. Ichib qo'ysa ham bo'laveradi, teshib turib. Lekin ichsa ham bo'laveradi. ChatGPTga fazan tuxum kaloriyasi yozsa, kommentariyada yozib ketinglar. Yana qanaqa kasalliklarga dori? Men ham ko'p eshitganman. Nafaqat sahrga, balki yana boshqa biz bilmagan narsalari bordi. Go'sht o'ta shirin. Qora ketsa, hozir sizlar mol go'shti, qo'y go'shti yorib, qo'y go'shti biroz yog'li bo'ladi. Keyin kelishimizga bir bitta jonidan to'yganini nima qilyapsiz? Bosyapti. Davolasin. Bosyapti. Bu bosishga achki xalaqit qilmaydi. Keyin yashash nimasiga umuman xalaqit qilmas ekanda, ular faqat jangga chiqarmaydi. Bunga uchishga sharoit qilib berishingiz kerak. Siz dilintresi boqmoqchi bo'lsangiz, bitta erkak 4 ta urg'och qilib boqaverasiz. Endi hozir kommentariyada yozishsa, kimgadir qiziq, bu tuxumi sotiladimi? Sotilgan, sotuvchi tuxumi ham bor, jo'jasi ham bor, katta enalari ham bor. Nomeringizni qoldirib qo'ysangiz, miyozni qizdirishadi. Bemalol. U odamdan kelib chiqib biz tavsiya beramiz. Aytdimmi? Ma'lumotini ham beraverasiz. Endi hozir bu kattalar ekan. Sizda kichkinalari ham bormi? Bor, jo'jalari ham bor. 10 kunlik jo'jasi bor, 20 kunlik, 1 oylik jo'jalari bor. Nechtagacha bor endi? Bitta-yu hozir joy kichkinaligi uchun boshqa kattalarga bo'lib yuborganmiz. Bo'lib yuborilgan. Jo'jasi ham ko'p. Bor. 50 ta olaman, 100 ta olaman desa bormi? 100 ta bor. Bor. Yetkazib beriladi. Inshaalloh yetkazib beramiz. Misol mana bitta hozir ma'lumot o'rnida biz endi har qayerdan kuzatadi-da.
boring ana O'zbekistonning boshqa viloyati bir Surxondaryodan yoki bir Samarqand. Sirdaryo, Samarqandlardan ko'ryapti birontasi yo Toshkentdan deylik. Menga bir 50 ta emas, 20 ta olaman dedi deylik. 20 ta olaman, joyda qilaman, pulini beraman, olib kelib ko'rsatib, bitta o'rgatib keting. Albatta. Orada yana bitta chaqiraman, yana bitta o'rgatib keting Albatta, desa, albatta. yo'liga qo'yib Inshaalloh, yurib, albatta. o'rgataverasiz. O'rgatamiz aka. Narxlarni arzon qilib berasiz, xolos. Inshaalloh, albatta aka. Bizni niyatimiz bu qush har bir xonadonda bo'lishni niyat qilamiz. Xudo xolasa. Men o'zim ham qiziqib qolyapman. Menga bir endi hali boshida birinchi ma'lumotini bir boqishlarni o'zimiz o'rganishimiz kerak. Sekin-sekin yana bitta sharoit qilamiz. Hojiga buni 3 yil oldin ham chiqarishimiz mumkin edi. Ha. O'tkashlikni 2 yil oldin chiqarishimiz mumkin. Lekin avval o'zimiz boshimizdan o'tkazib, endi chiqaryapmiz. Mutaxassis bo'lib, har tavsiya xil beramiz. nimalardan sinovlardan o'tgandan keyin Hozir aka sahar dorisini bitta ampulani palon pulga olasiz. Yaxshi pulga olasiz. sahrni dorisi mana, sahrni dorisini kerosi, uni dorisi qiyin masala. To'g'ri. Aslida o'zi. Buni yesa sahar bir kun yo'q bo'lib qolmaydi. Ha. Borgan kunlik ratsioniga bemor inson Uyga misol 5-10 ta qilib qo'ysa, tuxum chiqib turadi. albatta Ora-orada hali ratsionning ichida ketaveradi odamga. saharda avtomatik pasaytiradi. pasaytirib boraveradi. Chunki bu tajribamizni ko'rganligimizni bir qadrdonimiz dadalari ko'rganligimiz uchun Ha. aytyapmiz. Endi Toldan tutdan ha. qilib aytayotganimiz yo'q. Bitta sharoit qilib qo'ysangiz, misol tovuqqa ham bir xilda don berasiz, misol boshqa. Bunga ham bitta sharoit qilib qo'ysangiz, donini, suvini, shu vitamin nimalarini, vitaminlar o'rgatasiz, berasiz. O'shanaqalarni yo'lga qo'yib olsa boqaverar ekanda. Qarang, hojiga bu tog'da qushda, Ha, tog'da nimalar yeb yurgan, qiynalib yashab yurgan. tabiiy. Bular tayyor sharoit qilib bersangiz, asartin donlar qilib bersangiz, tuz qo'shilmagan, tabiiy Ha. donlar, aralashma donlar, granula, tabiiy suvlar qilib bersangiz, yaxshi yashaydi. Yaxshi yegan chiroyli manzara, chiroyli qichqirib, Ha, tuxumni tug'ib beraveradi. beraveradi. Ora-orada Bular kurkub bo'lmaydi, bular inkivasiya. faqat inkubasiya orqali. Yo'q, bular tug'ib turib, tuxumni bosib, kurkub bo'lib, ochib yuradigan narsa emas. U tashqari yovvoyi Yovvoyilar endi. Ular endi Bularning bitta-bitta miyasida- yashaydi yovvoyilar. Bular miyasida kurkub bo'lish programmasi yo'q. O'chib shuning uchun ketgan. Donni berib, tuxumni olaverasiz. Ha. Buni asosan bitta erkak 3 ta urg'ochi, 2 ta urg'ochi qilib dilitresga oladiganlar ko'proq bo'ladi. Necha oylikdan necha oyligacha bor bolalari? 10 kunlik, 20 kunlik, 1 oylik. 1 oylik. 1 oylik esa o'zi hali katta bo'lib qolgan, Yo'q. qilib. Bular sekin katta bo'ladi. Sekin katta bo'ladi. Endi shu videoda ichida qo'yib ketamiz, shu cho'jalarini ham qandayliklarini. Bu 1 oylikda olib, misol bitta mutaxassis bas odam boqib katta qilib olaladimi? Bo'ladi. O'rgatsangiz, Albatta o'rgatiladi. sharoitini qilib boqsa Endi buni qimmat pulga enasini olib, 1 yildan tuxumga kirgandan ko'ra, jo'jani o'sha pulga, enani pulga 4 ta jo'ja olib, 6 ta jo'ja olib, jo'jani eplab olsa bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. Ekranda ukamiz nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Videomiz uzoqlashib ketmasin. Biz bermagan ma'lumotlarni ukamizga aloqaga chiqib bemalol olishlaringiz mumkin. Tuxumi desalaring, tuxumi, jo'jasi katta. Bu kattalardan ham sotaverasiz. Albatta. Qiziqqaniga mana sifatlilar kattasi ham bor. Qo'ng'iroq qilgan qiziqqanlarga u odam sharoitdan kelib chiqib biz tavsiya qilamiz. Ha, sharoitlardan kelib So'ra chiqib. kimdir sharoiti faqat 4 donani boqishgadir. Ha. Kimdir sharoit ferma qilishgadir. Kimdir sharoit bir marta so'yib yeyishgadir. Kimdir sharoit faqat tuxumigadir. Aloqaga chiqsa bo'ldi, kelishiladi ular. Oddiy bitta inson desak, uni 80 ga 70 ga opoq enalari bor, bobolari bor. U jo'jani olib, 1 yildan tug'dirib, tuxumni yegandan ko'ra, u inson hozir bobolarning duosini olish uchun tuxumini yeyorish kerak. Ha, siradi o'sha paytda o'zida. Tushunarli. Ha, tushundi, ha. Endi yana ma'lumotlarga aloqaga chiqishadi. Berasiz-da endi ma'lumotlarni. Albatta. Aloqaga chiqaverasizlar, ekranda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Ukamizni videomiz manfaatli, chiroyli bo'ldi degan umiddamiz. Bizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, bundan da chiroyli, manfaatli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.